Hojatxona savollari. Go'daklarning najasi ota-onalarni juda tashvishga soladi. Shuning uchun nimalar me'yor, nimalar esa yo'qligini aniqlab olamiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda birinchi najas toq yashil rangda bo'ladi. Loy yoki plastilinga o'xshaydi. Bu juda yopishqoq va terini yuvish qiyin. Bu mekoniya yoki tugma najas deb ataladi. Odatda u birinchi kunlarda ajralib chiqadi va bir necha kun ichida oddiy najas bilan almashinadi. Ba'zi bolalarda mekoniya hali ona qornidayoq chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun suvlar yashil yoki toq yashil rangga bo'yalgan bo'ladi. Bu aynan mekoniya sababli. Hayotining dastlabki oylaridagi chaqaloqlarda najasning standart ko'rinishi har qanday tusda bo'lishi mumkin. Sariq, yashil, toq sariq, jigarrang va har xil konsistensiyada, butunlay suyuqdan yarim shakllanganga qadar. Chastotasi ham o'zgaruvchan, kuniga 5, 7, 8 martadan tortib 3-5 kunda bir martagacha bo'lishi mumkin, ayniqsa emizikli bolalarda. Lekin qanday axlat normal emas? Qora, oq yoki juda och rangli, qizil yoki qizil tomirli va qattiq najas. Shuningdek, har bir bola uchun 5 kunda bir marta hojatga borish normal bo'lishi mumkin. Boshqa bir bola uchun esa bu ich qotishi hisoblanadi. Bu yerda hammasi individual, hamrohlik qiluvchi omillarga bog'liq.